قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ish yuzi. 6 bob raqamlik üstünlük mujadilisi. 1-qism. Xitayning tor hujumlari. G'albini qo'lga keltirish uchun imkon qadar dushmanning ko'z quloqlarini etib, ularni ko'r gaz qilib qo'yishimiz, ularning qo'mondonlarini qaymoqtirib, diqqatini chechishimiz lozim. Mavzudun 1940-yillar. Hey, sizda zaharlik chingilik, ya'ni poison ivy programmasi bormi? Bahası qancha? Manga virus o'ltirish yumshoq detali bayqay olmaydigan va yo'qotolmaydigani lozim edi. Bu ilxat Xitoy Ozodlik armiyasi istixborot qismining alayda bir bo'ligi bo'lgan Xitoy Ozodlik armiyasi bosh shtabining 3-boshqarmasi degan nom bilan tanilgan qismning harbiy ofitserdan kelgan edi. Amerika bexatarlik amaldorlari mazkur jasuslik apparatini PLA-3 deb ataydi. Bu kommunist Xitoyning hakkerlik orqali Amerikaning harbiy texnikalarını o'g'irlashdagi eng utuqliq vositalardan biridir. Xitoy armiyaning istixborot to'plash qismi bo'lgan yana bir tarmoqi Xitoy Ozodlik armiyasi bosh shtabining 2-boshqarmasi yoki PLA-2 deb ataladi. Ya'ni buningdan sirt 4-boshqarma yoki PLA-4 hem elektronlik jasuslikqa, hem elektronlik urushqa mas'ul. Xitoy Ozodlik armiyasining istixborot qismlari Xitoyni Amerika bexatarlikka eng zo'r istixborot tahdidi shakllantiradigan davlatga aylantirdi. Yuqorqi 3 qism yaqindan hamkorlashib, Amerikadan zo'r miqdorda maxfiyatliklarni o'g'irlamoqda. Uchurlar raqamlik shaklda bo'lsa, Xitoylar uni o'g'irlamay qo'ymaydi. Xitoy armiyasining tor urush haqida bosh qotirayotganligi maxfiyatlik emas. Guangzhou harbiy rayonining 2014-yili 3-oydagi gazetini o'qigan har kim bu strategiyani ochiq ko'rib olaydi. Xitoy Ozodlik armiyasining Yuanyi, Liu Rongbao va Shu Wenhuadan iborat 3 ofitseri xalq urushi ideyasini qanot yaydirib, kelgusidagi tor urushida yengib chiqayli degan shuarsimon mavzuliq maqolasida tor boshliqida xalq urushi qilish nisbatan ojiz Xitoy armiyasining o'zidan kuchli Amerika armiyasini yengishning ochquchi deb ko'rsatilgan. Tor boshliqi sohasida xalq urushi qo'zg'ashda biz allakimlardan bishoratsimon tayyor javobga erisholmaymiz. Shundaqla qo'limizda udilli foydalanishga bo'ladigan tajriba ham yo'q, deydi Xitoy Ozodlik armiyasining urush nazariyasini taraqqiy qildirish markazidagi bu avtorlar. Ya'ni mavzudungning xalq urushi ideyasiga qandaq varislik qilish va uni qandaq qanot yaydirish, shundaqla qandaq qilib dushmanimizni xalq urushining bepayon dengiziga g'arq qilib etish bizning asosiy burchimizga aloqador eng ko'p zehnimizni sarf qilishimiz va tadqiq qilishimiz kerak bo'lgan temadir. Zaharlik chingilik xalqarodagi hakkerlar orasida Xitoy Ozodlik armiyasi eng yoqtiradigan yumshoq detal ekanligi bilan mashhur yiroqdan erishish, ya'ni ziyorat qilish qurolidir. U xalqaroliq hakkerlik qora bozordagi eng ilg'or yumshoq detal bo'lmasligiga qaramasdan Xitoy Ozodlik armiyasi 3-boshqarmasining istixborot uchurlari to'plashdagi favqulodda unumli quroliga aylangan. Zaharlik chingilikning bu qadar keng qo'llanishidagi sabab nihoyatda oddiy. Microsoft, ya'ni ko'znak sistemasini ishlatadigan har qanday kompyuter va Tor, ya'ni mazkur zaharlik chingilik hakkerlik detali uchun osonlik qo'lga tushirgili bo'ladigan o'ljidir.
zərlik çingilik kompüter sistemasiga kiribli olsa, konopka taxtisi məşğulatını yiraqdan nazorat qila oladi. Ekran məşğulatining rasmlik kəsmisi ham videosiga erisha oladi. Zo'r miqdorda hujjatlarni yötkiya oladi. Maxfiy nomerlarni o'g'irlay oladi. Sistemani boshqarish ijozatiga erisha oladi. İnternet va sansifir iqimini yo'tkab taqtalaydi va hokazolar. Yuqorida tilga ilingan 3-chi boshqarmaning ofitserdan kelgan zaharlik chingilik josuslik yumshoq detalni izlash haqidagi ilxat Amerika davlat bexatarlik idorasi tarafidan qo'lga tushirilgan va natijada shu ilxatni topshirib olg'ichi Subin, ya'ni Stephen Su ismli qo'lliq Xitoy josusi qo'lga ilingan va jinoyat bekitilgan. Subin vaqasi tunji qatim Xitoy armiyasining Boeing şirketiga o'xshash davlat mudofaasi o'ttigarlik shirkatlardan Amerikaning qurol texnikalarini o'g'irlash jihatdagi to'xtovsiz planlarini oshkorlagan edi. Halbuki bu planlarning adaqqa maqsadi o'g'irlangan texnikalar orqali Xitoy armiyasini kuchaytirib, eng oxirida Amerika jahongirligini mag'lub qilish edi. Xitoylar o'zlarining nurg'un ichki materiallarda Xitoy Kompartiyasining asosliq dushmani bo'lmish Amerikani sifatlashda Amerika jahongirligi degan bu atalg'ini ishiltidi. Harbiy istixborot tashkilotlari Xitoyning oshirish g'oyasidagi strategiyalik ishtirokchilardir. Halbuki uchur hukmronligi ham tinchlik mezgilida ham urush mezgilida asosliq dushmanni yer bilan yakson qilib, xalqaroliq hukmronlikni qo'lga keltirish uchun yo'l ochishning birinchi qadamidir. 2016-yilgacha va Donald Trump prezidentlikka saylanganға qadar Xitoyning tor hujumlariga va ularning orqasidagi tashkilotlarga aloqador tafsilotlar qattiq maxfiy tutilgan edi. 1990-yillardan buyanqi Amerika hukumatlari Beyjingni tinchlantiradigan qatmal siyosatning bir qismi sifatida Xitoyning bu xil axloqsiz istixborot qilmishlarini yepishqa va yoshirishga tirishib keldi. Mazkur kitobning 2-bobidimi tilga ilinganidek Amerika ana shundaq zaif, mag'lubiyatchi siyosatlar orqali murassachilik va kelishib o'tish Xitoy Kompartiyasining rahbarlari va ularning armiyasini kommunizmdan yiroqlashtirib, demokratiyaga va erkin bozorga yuzlantira oladi deb qaragan edi. Ammo Amerikaning Xitoyga bergan eng qimmatlik aqliy boyliqlari yerginishlik kommunistik hokimiyatning davomlashishiga turtki bo'lib qolmasdan uning kuchini texmi zo'raytirdi. 2018-yil bahorda Trump hukumati mislsiz va shundaqla bu jihatdagi tunji qadamni besib, Xitoyning jasuslik sohasidagi eng g'olliq katavashlardan biri bo'lgan Xitoy Ozodlik armiyasining mayor generali Liu Xiaobining jasuslik harakatlarini oshkorildi. Liu Xiaobi nurg'un yillardan beri 3-boshqarmaga rahbarlik qilib kelgan bo'lib, u tor orqali Amerikaning iqtisodiy va davlat mudofaasi jihatlaridagi eng qimmatlik maxfiyatliklarini o'g'irlaydigan tinimsiz jasuslik harakatlarining parda orqasidagi eng asosliq odam edi. Nurg'un Xitoy rahbarlariga o'xshash Liu Xiaobi Bagzada bo'lib, u Xitoy Ozodlik armiyasining leytenant generali, Guangzhou harbiy rayonining sobiq muavin bosh qo'mondoni Liu Changyining o'g'li edi. Subin Boeing shirkatiga qarshi jasuslik qilayotgan mezgillarda Liu Xiaobi 3-boshqarmaning muavin boshlig'i edi va 2011-yili mazkur boshqarmaning boshliqligiga o'stirilgan edi. Uning o'stirilishidagi eng muhim sabab tor orqali Amerikaning texnikalarini o'ngishliq o'g'irlay olganligi bo'lishi mumkin.
2015 yılının ahırda 3. başqarma strategiyalik yardam qism degan nom bilan tonilgan armiya dərəcəlik hərbi təşkilatının mərkəzi birligiga qo'shib etildi va tor körpüsü deb atıldıgan yeni qismning asosliq tarkibi qismi bo'lib qoldi. Mazkur yeni korpus 311 baza deb atıldıgan uçur urush qilishga mas'ul psixikalik urush alayda qisminimi o'z ichiga oladi. Ularning uçur urushi Xitoyning dunyoga xo'ja bo'lishiga foydaliq xato uchurlarni taqitish va ta'sir ko'rsatish harakatlarini o'z ichiga oladi. Bu tor korpusi Xitoy ozodlik armiyasining eng maxfiy tarmoqlaridan biri bo'lib, uning Beijingning Xaydian rayoniga joylashgan bosh shtabida hakkerlar, til mutaxassislari va tahlilchilardan bo'lib, jami 100 mingdak odam bor. Uning Shanxay, Qingdao, Sanya, Chengdu va Guangzhouda tarmoqlari bor. Mazkur tor korpusiga aloqador tafsilotlar tunji qatim Amerika savdo vakillari, ya'ni USTR ishxonasining doklati orqali jamoatchilikka oshkorlandi. Mazkur dokladda Amerikaning neft va gaz shirkatlari Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi Xitoy dengiz okean neft bosh shirkatining amaldori bilan suhbatlashayotganda Liu Xiaobayning mazkur Amerika shirkatlariga qarshi tor josusligiga qandaq yetakchilik qilganligi oshkorlangan. Alayda 301 doklati degan nom bilan tonilgan bu tekshirish doklati Trump hukumatining Xitoyning texnikalik mahsulotlariga necha milliard dollar tamojna beji qo'ya olishining qonuniy asosi edi. Maxfiy uchurlarni asos qilgan bu tafsiliy dokladda Xitoy dengiz okean neft bosh shirkatining Amerikaning bir qancha neft gaz shirkatidagi eng ilg'or Slantis gaz texnikasi bilan aloqador 3. boshqarma josuslardan nimalarni talab qilganligi oshkorlangan. Andin Xitoy dengiz okean neft bosh shirkati, ya'ni shular ta'minlagan bu istixborotdan foydalanib bir sodada salohiyati oshkorlanmagan ma'lum bir Amerika shirkatini mag'lub qilgan. Mazkur dokladga ko'ra, Xitoy dengiz okean neft bosh shirkati bilan salohiyati oshkorlanmagan Amerika shirkati orasidagi savdo suhbatida Xitoy ozodlik armiyasining boshqarma boshlig'i Liu Xiaobay qatorliq Xitoyning yuqori darajalik istixborot amaldorlari istixborot uchurlarini ishlatishga yordam qilgan. Xitoylar 1990-yillardan boshlab Xitoyning fan texnika va harbiy sohalarini kuchlantiradigan texnik keng sanoat siyosatini ilgari surish uchun keng ko'lamlik tor hujumini qo'llanib keldi. 3. boshqarma Xitoyning hozirgacha bilingan eng shamar texnika o'g'risi bo'lib, uning qo'mondonligida jazm qilingan tor qismlardan 19 mavjud bo'lishi mumkin deb qaralayotgan tor qismlardan 9 bor. CIA o'zining 2014-yildagi dokladida general Liu Xiaobayning shifrlash mutaxassis ekanligini, shundaqla 3. boshqarmaning yana bir ismi bo'lgan texnikalik razvedka idorasining boshlig'i ekanligini oshkorlagan. General Liu Xiaobay Xitoy ozodlik armiyasining 2013-yildagi Tvissiz raqobat nomli tashviqot filmida ko'rilgan. Mazkur filmda internetning paydo bo'lgan joyi, shundaqla uning yadrolik manbalarini tizginlash iqtidoriga ega Amerika Xitoyning tor hujumlarining asosliq nishoni sifatida tasvirlangan. General Liu Xiaobay shundaq degan: Amerika o'zining internet sohasidagi mutlaq ustunligidan foydalanib, ideologiyalik singib kirishni kuchaytirish uchun tor mudoxilchiligini hadab ilgari surdi. Shundaqla dushman kuchlarning, ya'ni Xitoyga qarshi tug'dirishiga yordam qilib, astirdan buzg'unchilik qildi.
Bu Xitoy kommunistlarining rahbarlari orasida keng umumlashgan Amerikaning Xitoyni ag'dirmoqchi va cheklamoqchi ekanligiga doir ro'yi kasallarning qalaymaqan xiyollarga o'xshab ketadigan tushunchaning mahsuli edi. Liu Xiaobei Amerika internet orqali xalqqa ta'sir ko'rsatib, shu orqali Xitoy kompartiyasining hokimiyatini ag'dirib o'tmoqchi deb aybladi. General Liu Xiaobeiga ko'ra, Xitoy Amerikaga qarshi ideologiya urushi qilyotdi. Shundaqla tor hujumi va urushda hammadan avval o'ylashadigan qurol edi. U shundaq deydi. İnternet ideologiyalik tirkishishning yangi sohasi va sahnasiga aylandi. Shu vajidan biz hargiz bexastalik qilmasligimiz, internetning tizginini qo'lga kirgizishimiz, shundaqla ham tashabbuskorlikni, ham so'z huquqini saqlashimiz lozim. U Amerikaning Xitoy ozodlik armiyasini nishonga olganligiga qat'iy ishonadi. Ya'ni Amerikaning oldidagi eng oxirgi to'salg'u Xitoy armiyasidir. Amerika Xitoy armiyasini parchalab o'tolmagan yoki uni ichki urushga sololmagan taqdirdami, hech bo'lmaganda Xitoy armiyasining urush parostini va jangovarligini tuvallatib o'talaydi degan edi u. Liu Xiaobei yana Xitoy amaldorlari orasida keng umumlashgan chet elga zo'r sommada pul yotkash qilmish haqidami to'xtalgan va qo'l ostidagi josuslarning bu cheriklik qilmishlarni oshkorlaydiganligini puratgan. U 2013 yil shundaq degan. Ba'zi cherik amaldorlar pullarni chet elga yo'tkab, bu ishlarni hech kim bilmaydi deb o'ylayotdi. Amaliyotda bu qilmishlar, ya'ni Xitoy ozodlik armiyasining qarmog'idagi chet el istixborot tarmoqlarining sonliq ma'lumotlari omborlarida xotirlangan. Biz cho'qim iqtisodiy cheriklikning siyosiy cheriklikka aylanib ketishining oldini olishimiz, shundaqli yana ideyadagi o'zgarishning hokimiyat o'zgarishiga sabab bo'lishidan saqlanishimiz kerak. Amerika savdo vakillari ishxonasining Xitoyning texnika o'g'irligi to'g'risidagi doklati tunji qitim, ya'ni Xitoyning tor iqtisod josuslik hujumlari, ya'ni Amerikaga keltirgan ig'ir ziyonlar haqidagi ba'zi ochiq isbotlar bilan ta'minladi. Mazkur dokladga ko'ra, Xitoyning tangsiz savdo qilmishlari va Beijingning aqliy mulk o'g'irligi Amerikani har yili 225 milliard dollardan 600 milliard dollargacha ziyonga uchirtib kelib o'tibdi. Subin vaqasi bu xil o'g'irlikning qandaq ro'yobga chiqarilganligi haqidagi amaliy misollardan biridir. Subin Xitoyda va Kanadada tijorat qiladigan, Xitoyni va Amerikani o'z ichiga olgan dunyo miqyosidagi xaridorlarni aviatsiya va olam bo'shliq texnikalari bilan ta'minlaydigan Beijing Nodian pan texnika cheklik shirkati degan bir shirkatning xo'jayini edi. Xitoy ozodlik armiyasi generalining o'g'li bo'lgan Subin 2003 yili ish boshlab, o'zining hukumat va harbiy sohadagi munosabatiga tayanib, Beijing Nodian pan texnik cheklik shirkatini o'ngishli holda zo'raytgan. Mazkur shirkat qisqagina bir qancha yil ichida Shanxay, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Xi'an, Shenyang va Changchun qatorliq joylarda sho'b shirkatlarni ochgan. Subinmo nurg'un Xitoy bagzotlariga o'xshash ayoli va ikki o'g'li bilan birga chet elda yashagan. Uning Kanadaning Britaniya Kolumbiyasi o'lkasidagi Vancouverning janubiga to'g'ri keladigan Richmond shahrida 2 million dollar qimmatidagi bir uy bor edi. U Kanadada mangulik o'ltiraqlashish salohiyatiga erishgan bo'lib, uning yuqorida tilga ilingan Richmonddagi uyidan sirt Beijingda 2 yurish, Shanxay va Guangzhouda 1 yurishdan uyi bor edi. Subin Amerikadagi nurg'un aviatsiya shirkatlari bilan savdo qilgan.
Şundaqla bir qatımlıq soda yarmankasida Boeing şirketining ko'rgazmasining yenidila Nodian pan texnikasining mahsulotlarini ko'rgazma qilgan edi. U Amerika aviatsiya şirketlarini, ya'ni Boeing şirketini emas, Lockheed Martin şirketini obdan tushunatdi. Xitoy Ozodlik armiyasining ofitseri 2008-yili 7-oyning 23-kuni Subinga yo'llagan ilxat eng oxirida Amerikaning Xitoyning favqulodda utuqliq tor o'g'irligi harakatining bir qismini oshkorlashiga sabab bo'lgan bir qator voqealarning boshlanishi edi. Xitoyning bu şirketi tarixdan buyon Amerika boyliqlarining tor hujumi orqali eng zo'r miqdorda o'g'irlanishi edi. Bu texnika o'g'irligining doirasi favqulodda qimmatlik hukumat uchurlaridan tortib, intayin zo'r strategiyalik qimmatga ega qurol sistemalaridagi maxsus elektronlik uchurlarni o'z ichiga oladi. Bu uchur va texnikalarning hammasi Boeing va Lockheed Martin şirketlariga o'xshash Amerika davlat mudofaa sanoati o'tdigar şirketlardan yoshirin holda qo'lga tushirilgan edi. Halbuki bu şirketlar yasagan eng ilg'or aeroplan, paraxod va boshqa harbiy qurollar Amerikani yer yuzidagi eng qudratli davlatga aylantirgan edi. Xitoy o'zining armiyani keng ko'lamda zamonaviylashtirish programmasining bir qismi sifatida o'g'irlangan bu harbiy texnikalarni Xitoy Ozodlik armiyasiga ishlatib, Amerikaning dunyodagi eng qudratli harbiy kuchlik o'rnini ko'rinarli darajada tavirtib qo'ydi. Shuningdan oylar o'tib 2009-yili 10-oyning 23-kuni Xitoy Ozodlik armiyasining ofitseri Subinga yo'llagan ilxatda tonilgan bir Xitoy şirketining internet orqali oq yo'nalishlik bexatar hujjat yo'llash sistemasining to'xtam loyihasi bor edi. Mazkur shirkat o'zining kompyuter to'riga hujum qilish va uni qo'g'dash, shundaqla aloqa bexatarligi iqtidori haqida davron solgan edi. İlxatda mazkur shirkatning ismi aniq deyilmagan bo'lsa-mu, lekin uning Xitoyning janubidagi Guangzhou shahridagi Boyu uchur texnikasi cheklik shirkati, ya'ni Boyu bexatarligi deb ataladi, ekanligini belgili bo'ladi. Mazkur shirkat ham Xitoy davlat bexatarlik ministerligining istixborot idorasi bilan ham Xitoy Ozodlik armiyasi bilan qo'yiq aloqaga ega ekanligi sababli Amerika istixborot doiralariga nihoyat tunishliq edi. Keyincha Boyu uchur texnikasi cheklik shirkatining Xitoyning tor hujumlarining zarbadori ekanligi o'ttirg'i chiqdi. 2017-yili 9-oyda mazkur shirkatning 3 amaldori Amerikaga uchur shirkatlarga hakkerlik hujumi qilish jinoyati bilan ayblandi. Bu shirkatning 3 xizmatchisi yana Shanxaydagi 61398-qism deb atildigan sisiq nomi purkatgan tor josuslik gruppasi uchun xizmat qiladigan 3-boshqarmaning 5 nafar ofitserining 2014-yili jinoyat bilan ayblanishiga sabab bo'lgan hakkerlik harakatiga chetishlik chiqdi. Xitoyning ingliz tillik nishonlarga qartilgan har bir cho'ng tor hujumi mushu gruppaga chetiladi. 2009-yili 10-oyning 24-kuni to'xtamni topshirib elib, bir kundan keyin Subin imzolangan to'xtamni ilxat orqali 3-boshqarmaning ofitseriga avatib bergan. Shuningdan keyingi 5 oyda Subin va Xitoy Ozodlik armiyasining 2 xodimi Xitoydagi bir hakkerlik atirtining harakatiga yetakchilik qilgan. Mazkur harakat Boeing şirketining Kaliforniyaning Long Beach shahriga joylashgan C-17 tiplik aeroplanini qurashtirish zavodining
to'rga kiralaydigan muayyan xizmatchilarni nishonlagan. Xitaylar Boeing şirketiga yo'llagan el-xatlarni topshirib olg'ichi aslida taniydigan birining qiyofitidagi yolg'on el-xat adresi orqali yo'llagan. Bunda qilishdagi maqsad shuki, el-xatni topshirib olg'ichi el-xatdagi normal tor ulanmasini chekkan hamon Xitoylarning yomon g'arazlik hakkerlik yumshoq detali o'zligidan kompyuterga tushidi. Bu xil hakkerlik usuli yemchuk tashlash deb atiladigan bo'lib, Xitoylar bu usulni qo'llanishda voyaga yetgan. 2009-yili 12 oydan 2010-yili 1 oygacha bo'lgan araliqdagi ma'lum vaqtda Xitoyning hakkerlik harakati tuyuqsiz o'ngishli bo'lib qolgan. Ularning o'rtaq tirishchanlik ko'rsatish natijasida Subin Boeing şirketining bir qancha direktoriga aloqador uchurlarni to'plashga muvaffaq bo'lgan. Xitoy hakkerlari qisqagina bir qancha oy ichida Boeing şirketining kompyuterlaridan C-17 tipliq aeroplanga aloqador 85 ming parcha hujjatni qo'lga tushirgan. Hakkerlar tarafidan Xitoy ozodlik armiyasidagi amaldorlarga yo'llangan va Amerika istixborot doiralari tarafidan qo'lga tushirilgan el-xatda Xitoy hakkerlarining yuqorida tilga ilingan harakatlari tafsili bayon qilingan. 2013 yil 8 oyning 12 kuni 3 boshqarmaning hakkeri o'z xo'jayiniga yo'llagan C-17 mavzuliq el-xatda mushaqdagi tafsilotlar bor edi. Bu el-xatda Xitoy ozodlik armiyasining 2 ofitseri bilan hakkerlik atirtining yana bir a'zosi u o'ttigar qiyofatiga kirib olgan puxra hakker bo'lishi mumkin ning C-17 ga aloqador maxfiyatliklarni qanday o'ngishli qo'lga tushirganligi bayon qilingan. Mazkur el-xatda hakkerlarning 1980-yillardan 1990-yillargacha Amerikalik boj topshirg'ichilarning taxminan 40 milliard dollar puli badiliga putib chiqqan taraqqiyot turining javhirini o'g'irlab olgan chog'dagi xo'shalliqqa bayon qilingan. Eng oxirida mazkur taraqqiyot turining natijasi sifatida 280 dona C-17 tipliq aeroplan yasab chiqilgan va har birining o'ttirchi tannarxi 202 million Amerika dollari bo'lgan. Xitoylar uchun bo'lsa, halqiliq maxfiyatliklarni o'g'irlagan mazkur hakkerlik harakati favqulodda zo'r istixborot muvaffaqiyati edi. Mazkur o'g'irlangan texniklarning sharofatida Xitoydagi aeroplan ishlab chiqaruvchi shirkatlarning taraqqiyot tannarxi necha milliard dollar tövəllaplı qalmay, mazkur shirkatlar yana bu texniklardan foydalanib, qisqa muddat ichida Xitoy ozodlik armiyasi uchun 20 voy tipliq transport aeroplanini yasab chiqdi. Buning uchun yuqorida bayon qilingan tor jasusluq harakatiga orallar 2,7 million Xitoy puli yoki 393,201 dollar chiqim ketgan edi. Xitoy ozodlik armiyasining shu qitimliq harakat haqidagi xulosasiga ko'ra 2009-yili biz Amerika Boeing şirketi ishlab chiqargan va maxfiy nomi yer shari xo'jasi bo'lgan C-17 tipliq strategiyalik transport aeroplanini razvedka qilishni boshlavatdik. Biz o'zimizga topshirilgan vazifani 1 yil ichida bexatar o'ngishli holda tamomlab, davlat mudofaasi jihatdagi fan texnika tadqiqotimizning taraqqiyoti uchun zo'r to'p qo'shdik va birdak yaxshi bahoga erishdik. C-17 tipliq strategiyalik transport aeroplanini yasab chiqish Amerikaning aviatsiya tadqiqoti va ishlab chiqarish tarixidagi eng uzun vaqt sarf qilingan projektidir. 1981-yili McDonnell Douglas şirketi bu torni qo'lga keltirgandan boshlab 1995-yili barliq sinoq uchishlar tamomlanguncha jami 14 yil vaqt ketgan.
yasash tannarxi jihatda u Amerika tarixidagi eng qimmat harbiy aeroplanlar orasida 3-o'rinda turadi. Uni tadqiq qilish va yasab chiqishga 3,4 milliard Amerika dollar sarf qilingan. Planlash, puxta tayyorlik qilish, fursatni tutish orqali biz 2009-yilning beshida razvedka qilish uchun zarur bo'lgan barliq odam va material tayyorliqlari xizmatini boshladik. Bir qancha oy jafoliq ishlash va hormay talmay tirishchanlik ko'rsatish natijasida biz ichki qismda moslashish orqali 2010-yil 1-oyda Boeing shirkatining ichki to'riga bosib kirishga muvaffaq bo'ldik. Biz Boeing shirkatining ichki to'rini talto'kis tekshirish orqali Boeing shirkatining ichki to'r qurilmasining favqulodda murakkabligini bayqadik. Uning fasil o'rinlashtirmasida qo'g'dinish temi va tajovuz, ya'ni xakerlikdan mudofialanish sistemasi, yadroliq to'r o'rinlashtirmasida tajovuz, ya'ni xakerlikni bayqash sistemasi bor ekan. Uning maxfiy to'rda bo'lsa, tajovuzga qarshi turish aslahasi sifatida ishlatiladigan g'oyat zo'r miqdordagi ayritish aslahasi bor ekan. Hozir biz ularning ichki to'rda soha nomi bilan, ya'ni domaindan 18 ni va apparatdan 10 mingni bayqadik. Boeing shirkatining ichki to'rining favqulodda murakkabligi tufayli biz razvedka ishlarimizda haddidan ziyoda ehtiyotchanlashib ketdik va qitirqinib izlash va asta-asta izdinish orqali oxiri Boeing shirkatining maxfiy to'riga saqlangan C-17 tipliq strategiyalik transport aeroplaniga aloqador materiallarni bayqadik. Bu maxfiy to'r 24 soat ochiq bo'lmaganligi, shundaqla aslahalar orqali ayritilganligi uchun bu to'rga faqat C-17 projektiga aloqador xodimlar o'zining maxfiy nomerlari orqali kirganda ondan ulang'ili bo'ladi. Biz tayyorlikni puxta qilganligimiz uchun qisqagina vaqt ichida mulozimatlarning hujjat tizimligiga erishdik va oz miqdordagi hujjatlarni tushirib oldik. Mutaxassislar bu hujjatlarning haqiqatan C-17 ga aloqador ekanligini, shundaqla biz qo'lga tushirgan bu uchurlarning aeroplanning qo'nish uskunasi uchun kontrol sistemasi va havodan tashlash sistemasi qatorliqlarga munosabatli ekanligini jazmlashtirdi. Xitoydagi mutaxassislar buningga intayin yuqori baho berib, buning C-17 ga aloqador uchurlarning Xitoyda tunji qatim ko'rilish ekanligini aytdi va bu materiallarning qimmatini va Xitoy uchun tegishsiz darajada muhimligini muayyanlashtirdi. Davomi bor.